Bolajonlar, sizlar bilan yana ayqi o'yinini o'ynaymiz. Demak, ahlilar o'yini. Mana bu yerda demak nechinchi? 7-sinf ana qilib ko'rib boshlaydik. Mana bu yerda aniqlangan. Demak, mana bu joyda demak ikkita joy nima qilingan? Bo'sh qoldirilgan. O'shalarni joyga qo'yib chiqish kerak bo'ladi. G'olib bo'lganga bitta chupa-chups qoldi. Hozircha demak, Muslima oldinda ketyapti. 5 tasini qo'yib bo'ldi. Sarvar ham 4 tasini qo'yib bo'ldi. Sarvar. Ben Sarvar to'xtab qoldi. Qadang ishlamay qoldi. Da oldin qildi. Muslimada ikkita qoldi. Demek Muslima qilib bo'ldi buni. Hammasi joy-joyiga tushdi. Sarvarga ozroq qoldi. Sarvar ham deyarli bo'ldi. Demak, Muslima bo'lgani uchun g'olib Muslima bo'ldi. Demak, chupa-chupsni qo'lga kiritdi. Bolajonlardan xayrlashamiz. Xayr.